Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugungi 14-iyul tushgan, birinchi smenada tushgan matematika savollarini, ya'ni majburiy matematika savollarini tahlilini boshlaymiz. Xo'p, birinchi savol, ya'ni 30 dan orqaga qarab ketamiz. Xo'p, 3-chi savolda aytyaptiki, xo'p, berilganlar orasida f shu bo'lsa, xullas mana bu burchakni qiymatini toping deyapti. Bu burchak qiymatini topishim uchun mana bu burchak bilan mana bu burchak umumiy o'xshash bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchaklar bo'lgani uchun, demak, shuni xulosa qiladigan bo'lsam, mana bu 90 gradus. 90 ga 25 qo'shsam 115 gradus bo'ladi. Demak, mana bu burchagimiz ham 115 gradus bo'lar ekan. Demak, bunga to'g'ri javob C variant. 29-savolda aytyapti. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, shtrixlangan sohani yuzini toping deyapti. U uchun mana bu shtrixlangan yuza manda to'rtburchak, uchburchakli yuzasi bo'ladi. U katetlar ko'paytmasini yarmiga teng, ya'ni yuzasi. Xo'p, katetlari bittasi A, mana bu yer aniq. Menga mana bu katet topishim kerak. Bu katetni o'zi C minus B ga teng. Chunki mana bu yerdan mana bu yergacha umumiy C bo'ladigan bo'lsa, bundan bu yergacha umumiysi B. Qolganini topishim uchun ikkalasini ayirmasi bo'ladi. Shunda C minus B. Ana endi joy-joy qo'yib hisoblayman. S barobar A ko'paytirilgan C minus B taqsim 2 bo'ladi. Demak, shunda to'g'ri javob 29 ga A variant. Keyingi savolimiz 28-savol. Yo'lovchi 3 soatda 77,5 kilometr yo'l yursa deyapti. U 4 soatda necha kilometr yo'l yuradi deyapti. Buni proporsiya yo'lda ishlasa ham bo'ladi. 3 kilometrda, ya'ni 3 soatda 7,5 kilometr yursa, u 4 soatda qanaqadir x kilometr yuradi. X topishim uchun 4 7,5 ko'paytirib 3 ga bo'laman. 4 ko'paytirilgan 7/5 taqsim 3. Ana endi buni hisob-kitob qiladigan bo'lsam, 4 kira 7,5 30 degani, 33 ga bo'lsam 10 ligi kelib chiqar ekan. Demak, shunda u 10 kilometr masofani bosib o'tar ekan. A variant. Keyingi savolimiz 27. 27 da aytgan, kubning nechta yog'i bor, ya'ni nechta tomoni bor deyapti. Kubda 6 ta yog'i bo'ladi, ya'ni oddiygina kubligida tasavvur qilsalaringiz 6 ta tomoniga ega. Shundan kelib chiqib 27 ga A variant bo'ladi. 26-savol. Hisoblang deyapti. Buni oson yo'lda hisoblashim uchun qaranglar, mana 125 8 ga ko'paytirsam 1000 hosil bo'ladi. 1000 dagi ikkita nolni mana bu 0.100 dan 3 ga beraman, ya'ni 100 ga ko'paytiraman. Qolgan bitta 10 da esa 1.1 ga ko'paytiraman. Shunda 11 ko'paytirish 3 hosil bo'ladi. 11 3 ga ko'paytirsam 33 paydo bo'lar ekan. To'g'ri javob shunda 26 ga B variant. 25-savol. Uzunligi 4 kilometr bo'lgan simni necha foizini kamaytirsak, uzunligi 3,5, ya'ni 3,2 kilometr bo'ladi deyapti. Necha foizga kamaytirsak, o'zi 4 kilometrda 100% deb oladigan bo'lsa, 3,2 kilometr menda qanaqadir x foiz. Xo'p, buni topishim uchun yana 3,2 ni 100 ga ko'paytirib 4 ga bo'laman. 3,2 ko'paytirilgan 100 taqsim 4. Ana endi buni topishim uchun 3,2 ni 100 ga ko'paytirib 320 yozaman taqsim 4. 320 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 80. Demak, 3,2 kilometrim 80% ga teng. 80% bo'lishi uchun 100% dan 20% dan ayirib tashlashim kerak. Demak, shunga to'g'ri javob A variant bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 24 da aytgan, Aziza shu sonlarni qo'shish kerak edi, lekin bu sonlarni 1379 shu songa almashtirib qo'shishni amalini bajar deyapti. Aziza boshlangan hisobni dastlabki hisobga hisoblash kerak bo'lgan yig'indidan qanchaga farq qiladi deyapti. U uchun 1739 ni 234 ga qo'shib olaman birinchi. Qo'shadigan bo'lsam 3, 6, 7, 9, 1973 chiqadi. Ikkinchisi qo'shishim kerak bo'lgan son 1379. 324 ga qo'shishim kerak. Xo'p, 3, 9, 0, 1 xotirada 6, 7, 1. Shu ikkita son deyapti, qanchaga farq qiladi? Qanchaga farq qilishini topishim uchun 1973 dan ayiraman 1703 da. Demak, 3, 0, 7, 2. Demak, 270 ga farq qilar ekan. 24 ga shunda to'g'ri javob A variant. Keyingi savolimiz 23 ga. Aylanada ABB, ya'ni 4 ta nuqtadan foydalanadi deyapti. Nechta vatar o'tkazish mumkin? Xo'p, berilgan aylanadan masalan 4 ta nuqta bor deb tasavvur qilaylik. Vatar o'tkazishim kerak.
Xo'p, bu degani har bitta nuqtadan 3 tadan kombinatsiya chiqadigan. Shunda 4 ta nuqtadan 3 tadan kombinatsiya chiqadigan bo'lsa, jami kombinatsiyalar soni 12 ta bo'lar ekan. Demak, 12 ta avatar o'tkazish mumkin 23 ga. 24-savol. Agar sonning 36% 1.8 ning 24% ga teng bo'lsa, A sonini toping debdi. Xo'p, A sonini 36%, ya'ni 36% ni topish uchun A ni 36 ko'paytirib 100 ga bo'lishim kerak. 1.8 ni 24% ga teng ekan. 24% ni topishim uchun ham 24 ko'paytirib 100 ga bo'lishim kerak. 100 dan qisqartirib yuborsam, ya'ni o'chirsam ham bo'ladi. Nima hosil bo'lamanda 1.8 ni 36 ni ham qisqartiraman. Bu yerda 3 bo'ladi. 3 kare 24 A barobar shunda 72 ligiga teng chiqar ekan. Shunda to'g'ri javob B variant. Keyingi savolimiz 21 ga. 3 ta qizil chiziq va 2 ta oq atirgul bor. Har bir rangdan aynan bittadan tanlab olinib deyapti. Guldasta tayyorlanishi uchun. Ya'ni nechta guldasta tayyorlanish mumkin deyapti. Xo'sh, har 3 ta guldastadan 2 tadan olishi mumkin. Demak, bu ikkita kombinatsiyani ko'paytiradigan bo'lsam, o'sha kerakki 6 ta guldasta tayyorlashi mumkin ekan. Keyingi savolimiz 20-savol aytyapti. 20-savolda aka va ukaning yoshlari nisbati 3:1 nisbati ekan. Aka ukasidan 10 yosh katta. Necha yildan keyin yoshlar nisbati 2 2:1 nisbatda bo'ladi deyapti bu yerda. Xo'p, hozir 3:1 nisbatda bo'ladigan bo'lsa, 3x bo'lgan paytida x yoshdagi uka 10 yosh bo'lganda teng bo'lak kelasi. Bu yerdan x topadigan bo'lsam, 2x barobar 10 bo'ladi. X ni topadigan bo'lsam, shu yerda 5 ligiga kelib chiqar ekan. Demak, ukasi 5 yosh ekan, akasi 15 yosh ekan hozir. Necha yildan keyin deyapti, ularning yoshlari nisbati 2:1 nisbatda bo'ladi deyapti. 15 yoshli akaga A yosh qo'shilsa, xo'p, o'shanda 2 bor kichkina bo'ladi. 5 yoshli ukaga qanaqadir A yosh qo'shilsa. Ana endi bu tenglamani ishlayman. 15 plus A barobar 10 plus 2 ga. Demak, A ni bir to'nga minus qilaman, 10 ni ham bu to'nga minus qilaman shunda. 15 dan 10 ni ayrsam 10 barobar 5 barobar A bo'lar ekan. Demak, 5 yildan keyin ularning yoshlari nisbati 2:1 nisbatda bo'lar ekan. 20 ga shunda to'g'ri javob A variant. Keyingi savolimiz, xo'p, soddalashtiring deyapti. Soddalashtiradigan bo'lsam, hammasini ochib chiqaman. Xavf tashqarisidagi ifodaga ko'paytirib. AB minus AC minus AB plus BC minus AC plus BC. Xo'p, minus AB bilan plus AB qisqarib ketadi. Menda qoladigan 2BC minus 2AC javob qolar ekan. Xo'p, javoblarda mana bu BCda qanaqadir xatolik bor. Mana bu yerda A emas, C bo'lishi kerak edi. Keyingisi 18-savol. Berilgan sonlar ayirmasi bilan keyingi sonlar ayirmasini farqini toping deyapti. 7165 dan ayiraman 235 ni. Xo'p, 5 dan 5 ayrsam 0, 6 dan 3 ayrsam demak 3, 71 dan 2 ayrsam 69. Keyingisida esa 7525 dan 325 ta ayiraman. Ayiradigan bo'lsam 0, 0, 2, 7. 7200 bo'lar ekan. Ana endi shularni farqini topishim uchun 7200 dan ayiraman 6930 da. 0, 7, 11 dan 2. 270 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob variantlarda yo'q ekan, lekin aslida to'g'ri javob 270 bo'lar edi. Keyingi savolimiz 17-savol. Quyidagi sonlarning 3 ga karrali sonlar nechta deyapti? 3 ga karrali sonlar 12, 78, 43 3 ga bo'linmaydi, 35 3 ga bo'linmaydi, 63, 18, 9, 93, 21, 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Demak, 8 ta son 3 ga karrali ekan, ya'ni 3 ga bo'linadiganlari. Keyingisi 16-savol. 16-savolda aytayaptiki, berilgan sonning 50% ni toping deyapti. Xo'p, birinchi 16 ni 0.75 ga ko'paytiraman. 12 ko'paytirilgan 0.75 degani 12 ko'paytirish 3/4 degan aslida. 4 bilan 12 qisqarib ketsa bu yerda 3 qoladi. 3 kare 3 9. 9 da 50% bu yarmiga teng. Yarmi 9 da 4,5 ga teng bo'ladi. Shunda B javob. 15-savol. Xo'sh, 1 ga 6 million masshtabli xaritada 240 km necha santimetrga teng deyapti. O'zi 1 ga 6 million xo'p, masshtabli bo'ladigan bo'lsa, buni ma'no so'zi 1 santimetr joyga 6 million santimetr masofa joylashgan degani. Buni kilometrga o'tkazaylik birinchi. 2 ta nolni o'rtatsam, bu metrga o'tadi. Yana 3 ta nolni o'rtatsam, u kilometrga o'tadi.
Ya'ni bu degani 1 santimetr joyga 60 kilometr masofa joylashgan ekan. Shunda 240 kilometr masofa qancha joyga joylashadigan? 60 dan 240 4 marta katta bo'lgani uchun 4 dan, ya'ni 1 4 ga ko'paytiramiz. Shunda 4 santimetr 4 santimetr joyga joylashgan bo'ladi. 15 ga B variant. Keyingi savolimiz 14-savol. Raqamlar ko'paytmasi 12 ga teng bo'lgan ikki xonali sonlar nechta? Bu sonlarga 34, 43, 62 va 26 kiradi. Demak, nechta ekan? 4 dona ekan. 13-savol. Karnatalari mash-mash nuqtalarda bo'lgan sonlar orasida deyapti. Masofa qancha? Uni topishim uchun 5 dan ayiraman, -5 ta. Ya'ni ikkita sonning ayirmasini topaman. Orasidagi masofani topishim uchun shunda 5 + 5 bo'ladi. To'g'ri javob 10 ga teng ekan. D variant. 12-savol. 5,5 kilogramm olmaning necha foizini ayirsak 3 kilogramm olma qoladi deyapti. Oldin 5 dan 5 kilogrammni 100% deb olaman va 3,3 ni topaman. Necha foiz tashkil qiladi? Xo'p, buni topishim uchun 3,3 ni 100 ga ko'paytirib 5/5 ga bo'laman. 3,3 ko'paytirilgan 100 taqsim 5/5. 3,3 bilan 5/5 da, xo'p 1/1 ga qisqartirsam bu yerda 3, bu yerda 5 qoladi. 5 bilan 100 ni qisqartirsam bu yerda 20. 20 ni 3 ga ko'paytirsam 60. Demak, 3,3 kilogrammi 60% ni tashkil qilar ekan. Qancha foiz kamaygan bo'ladi shunda? 40% kamaygan bo'ladi. 12 ga to'g'ri javob C variant. 11-savol. 11-savolda aytyapti, hisoblang. Buni hisoblashim uchun hammasini asosan 7 ga keltirib olamiz. 7 ni 10-si ko'paytirilgan 49 da 7 ni kvadratini 4-si deyman. Taqsim 343 da 7 ni kubi taqsim 6-darajasi. Ana endi buni hisoblashim uchun 7 ni 10-darajasi ko'paytirilgan 7 ni demak 8-si taqsim 7 ni 18-si bo'ladi. Asoslar bir xil bo'lganda darajalar shunchaki qo'shib ayriladi. Ya'ni ko'paytirishda qo'shiladi, bo'lishda esa ayriladi. 7 ni 10-siga qo'shamiz 8 ni, ayiramiz 18 da, chunki 7 ni 18-si bo'lish bo'lib turibdi. Xo'p, darajani hisoblasam 7 ni 0-darajasi chiqadi. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng, faqat 0 dan tashqari. Demak, shunda to'g'ri javob 11 ga A variant bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 10-savol. Ifodaning boshqa ko'rinishini toping deyapti. X - 2 taqsim x + 1 ni boshqa ko'rinishini topishim uchun soddalashtirib olishim kerak. Demak, suratini x + 1 - 3 deb olaman, taqsim x + 1. Ana endi suratida alohida x + 1 va 3 ni mahrajga bo'lib olaman. Shunda x + 1 taqsim x + 1 - 3 taqsim x + 1 bo'ladi. Bularni hisoblasam, demak 1 - 3 taqsim x + 1 bo'lar ekan. Shunda to'g'ri javob endi A variant. 9-savolda aytyapti, shu o'lchamdagi kvadrat katakchalar tasvirlangan. 2 taqsim 5 detsimetr ikkita katakcha bo'ladigan bo'lsa, har bitta katakchaning tomoni necha santimetrga teng deyapti. Ya'ni 2x joyim 2 taqsim 5 detsimetrni tashkil qilar ekan. O'zi 1 detsimetr ham 10 santimetrga teng. Shuni topib olsam bo'ladi. Xo'p, berilgan 2 taqsim 5 ni 10 ga ko'paytirib olaman. 10 bilan 5 qisqaradi, bu yerda 2 bo'ladi. Ya'ni bu 4. Har 2x'im 4 bo'ladigan bo'lsa, x topadigan bo'lsam 2 kelib chiqar ekan. Demak, shunda to'g'ri javob B variant. Demak, keyingi savolimiz 8-savol. 8-savolda aytyapti, 1 ga 4 million masshtabli xaritaning uzunligi 7 santimetrga teng bo'lsa, haqiqiy necha kilometr deyapti. Ana endi 1 ga 4 million kilometr degani, ya'ni boyda aytganimda 1 santimetr joyga 4 million santimetr masofa joylashgan. Shuni 2 dan o'rsam metrga o'tadi. Yana 3 dan o'rsam kilometrga o'tadi. Shunda 1 santimetr joyga 40 kilometr masofa joylashgan ekan. Shunda 7 santimetr joyga qanaqa x masofa joylashadi deyapti. Uni topishim uchun demak 7 dan 40 ga ko'paytirib 1 ga bo'lishim kerak. Demak, shunda 280 kilometr masofa joylashgan bo'lar ekan. To'g'ri javob 8 ga A variant. 7-savol. Xo'p, berilgan sonlardan deyapti, nechtasi 3 ga qoldiqsiz bo'linadi? Sanaymiz. 3 bo'linadi, 6 bo'linadi, 9 bo'linadi, 12 bo'linadi, 13 bo'linmaydi, 15 bo'linadi, 18 bo'linadi, 21 bo'linadi, 23 bo'linmaydi, 24 bo'linadi, 28 bo'linmaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8tasi. Demak, 8tasi 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Keyingisida ikkita o'zaro to'p sonining 2 kubi bilan 2 kubning ko'paytmasi 420 ga teng deyapti. Shu sonlarning eng katta qiymatini toping deyapti. Yig'indisining eng katta qiymatini toping deyapti. O'zaro to'p son bo'lishi uchun bular bir-biriga bo'lmaydigan sonlar bo'lishi kerak.
2 kubi va 2 kun ko'paytmasi eslaringizda bo'lsa, ya'ni ikkita sonni 2 kubi bilan 2 kun ko'paytmasi har birining ko'paytmasiga teng. Bu ikkalasi 2 kub bilan nima deydi, o'zaro to'pson bo'lishi uchun 1 bilan 420 olsak bo'ladi. Chunki ular orasidagi masofa eng katta bo'lishi kerak, yig'indi eng katta bo'lishi uchun. Shunda 1 karra 420 oladigan bo'lsam, ularning yig'indisi 421 bo'lar ekan. To'g'ri javob shunda 6 ga A variant. 5-savol. 5-savolda aytyapti, hisoblang. Bu yerda surat mahrajini hammasini irratsionaldan qutqarib olaman. Xo'p, mana buni 3 ming sinus osti 7 ni plyusliga ko'paytiraman va suratini ham 3 plyus sinus osti 7. Va bunisini ham 3 minus sinus osti 7 ga ko'paytiraman, suratini ham. Shunda kasrning qiymati o'zgarmaydi. Ana endi bularni hisoblashim uchun tepasi 3 plyus sinus osti 7 ni kvadrati minus 3 ming sinus osti 7 ni kvadrati taqsim 9 ming 7 bo'ladi mahraji. Ana endi bularni soddalashtirishim kerak. Suratiga e'tibor bergan bo'lsalar, a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Ya'ni bu qisqa ko'paytirish formulasi a kvadrat minus b kvadrat a minus b a plus b degan. Ana endi shularga qo'yib hisoblaydigan bo'lsam, 3 plyus sinus osti 7 ga bitta narigisini qo'shib olaman. 3 ming sinus osti 7 bo'ladi. Bitta ayirib olaman. 3 plyus sinus osti 7 minus 3 plyus sinus osti 7 deb. Taqsim 2 bo'ladi. Chunki 9 dan 7 ni ayirsam 2. Ana endi buni soddalashtiradigan bo'lsam, mana bu 7 lar qisqaradi, bunda 3 lar qisqaradi. 6 ko'paytirilgan 2 sinus osti 7 taqsim 2. 2 bilan 2 ni qisqartirib yuborsam, javob shunda 6 sinus osti 7 qolar ekan. 5 ga shunda to'g'ri javob B variant. Demak, keyingi 4-savolimiz. 4-savolda, xo'p, nima deyapti? Berilgan tenglash sistemasi deyapti. X plus y 2 ga teng bo'lsa, kani qiymatini toping deyapti. Birinchi mana bu ifoda bilan mana bu ifodadan sistema qilib olib, x y larni topamiz. X plus 3y barobar 6 bo'ladi. X plus y esa 2 ga teng bo'ladi. Shu yerdan ayirib tashlaydigan bo'lsam, y larni topib olaman. Shunda 2y barobar 4 bo'lar ekan. Y topadigan bo'lsam, 2 ga kelib chiqadi. Demak, mana bu ifodaga 2 ni keltirib qo'yadigan bo'lsam, x ham teng bo'lar ekan 0 ga. Chunki 2 ga 0 ni qo'ysam 2 bo'ladi. Ana endi keyingi ifodadan x o'rniga mana bu yerga 0 qo'yaman. 2 ko'paytirilgan 0 plus y o'rniga 2 qo'yaman. 2k barobar 8 ga teng ekan. Xo'p, bu yerda 2k barobar 8 bo'ladi. K ni topadigan bo'lsam 4 ga kelib chiqar ekan. To'g'ri javob shunda 4 ga B variant. Keyingi 3-savolim. Xo'sh, berilgan ifodani 9 ga bo'linishi uchun deyapti, yulduz o'rniga qanday raqam qo'yish kerak? 9 ga bo'linish belgisi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Xo'p, shuni topib olaman. Ya'ni qo'shib olamiz. 2 ga 4 qo'shamiz 6. Xo'p, 12, 13, 16, 21, 28, 37. Demak, 37 dan keyingi 9 ga bo'linadigan son 45. 45 bo'lishi uchun 37 ga 8 deb qo'shishim kerak. Javoblarda xo'p, ozgina xatolik ketib qolgan. 8 bo'lish kerak edi aslida. Javoblar ichida. To'g'ri javob shunda 8. 2 ga kubning uchlar soni nechta deyapti? Kubning uchlar soni 6 ta bo'ladi, chunki 6 ta 3 ga ega kub. Xo'p, birinchi savolda aytyapti, hisoblang. Birinchi ish qasd bajaraman. 6.25 dan 1.25 ni ayirsam 5 bo'ladi menda. 6.25 dan 1.25 ga bo'ladigan bo'lsam ham 5 bo'ladi menda. Ikkalasini ayiradigan bo'lsam 5 dan 5 da, demak 0 bo'lar ekan. Birga shunda to'g'ri javob A variant. Bizdan uzoqlashmang, keyingi kunda tahlillarni ham davom ettiramiz.